Assalomu alaykum, qandaysizlar? Bugun sizlar bilan birgalikda Roblox Escape Tsunami for Brainrot o'ynaymiz. O'zim juda ko'p o'ynab qo'yganman bu o'yinni. Hozir sizlar bilan birgalikda o'ynaymiz. Mana ko'rishlar mumkin. Hozir sizlarga birinchi bazani obzor qilib o'zini ancha o'ylaydi. Lekin ba'zan normal to'planadi. Hamma kosmiklar 34-level. Celestiallarni esa levelni salgina baland qo'yganman. Mana ko'rishlar mumkin. Ba'zan undan necha bal bergan bo'lardinglar. Mana bu los kombinatsiyamiz kubikcha edi. Ras ketdik endi. Ko'rishimga kechirazam, unchalik emas. Yaxshi hozircha. Uchinchida job puludrotli bo'lib, Dragon kanalini o'zgartirishibdi. Mana hamma sekretlar 45-level deyarli. Mana bu hammasi sekretlar. Bugun sizlar bilan yaxshiroq sekretlar va celestial olishga harakat qilamiz. Yaxshiroq sekretlar bu Rainbow Six Siege, Aura Farma, keyin celestial. Keyin fragolalar ham yaxshi sekret. Hozir bizga borib, hozir bilan ketishimiz. Keyin bo'lamiz. Mana bordik. O'zi biza keldik. O'zi biza nega ketdi? Soatda celestiallarni joyiga borgan aytaman. Sekretlarni olib borgan aytaman. Mana sekretlarni olib keldik. O'zi ulidan qolgan. Qarasam lightning Raven gibi yaxshi video hozircha unchalik minutlar yo'q. Mana kutib turamiz. Yaxshi minutlar chiqsa, o'zim aytaman. Mana o'zim shuncha vaqt kutdim. Aura barma chiqdi. Yaxshi bu. Mana buni aura barma. Buran cho'rmaslik uchun qochamiz. Ketdik. Uni tezlik tushdim dahshat bo'lgan. Mana bilan teng deyarli. Mana kilo aura barmoqlik. Endi bularni joylashtiramiz. Bu eng yomon holi menimcha bu Lagrange kombinatsiyoni bizga. Lagrange kombinatsiyoni almashtiramiz. Qolganlari yaxshi turibdi. Prosta Lagrange bilan almashtirsak tamom. Birinchi to'g'ramiz. So'tda aura barmoq qo'yamiz. Aura barmoqni levelni oxirigacha ko'taramiz. Yani bu sekretari 45 qo'yamiz. 48'da u ketdi. Mana ilik qo'yaylik. Qancha pechkamizni qo'ygan Lagrange'ni ko'taramiz. 35-level. Yaxshi, endi buni ko'taramiz. Buni 45 ga uramiz kerak. Yetsin qo'yish mumkin. Mana 45 ga uramiz. Butunimizga hammasini sekret chiqamiz. Uni kosmiklar qo'ymaydi deyarli. Keyingisiga mana bu qaniydi? Mana Magaramen tadini almashtiramiz. Ko'pchiliklarni 2 grammani bo'lgan. Endi hamma sekret qo'y. Buni qo'yish qo'yiladi. Qancha ko'p levelni ko'tarsak, o'zimizga bizga pul beradi. Bu 127 kuyda ekan. Buni ko'ramiz. Qo'lni boshqa qani keyingi seriyasi tayyor ekan 2 minutdan keyin. O'zim sizlarga xabar qilaman. 2 minut o'tgandan keyin Celestial'ni olaman.
Böyle geçiştirme ağırlığı toprağa yollayan koyu kupra yapılan label'ın kanca bir boşaltı. Yaxshi, endi tutamiz buraya Celestial chiqishini. Videoni o'zim pauza qilib turaman, Celestial chiqishini kutaman. Mana Celestial chiqdi. Bizonta Jupiter ekan. Aytdimki, olib ham bo'lmaydi-da buni. Noto'g'ri joydan spam bo'ldi. Shuncha oyog'larim so'yib kuyib ham bo'lagan shularni. Endi shuncha bo'lgan. Normal o'qilaydi. Bu faqatgina o'zi ikkita avlod farmonli tamom. Boshqa hech qanaqa yaxshi narsa bo'lmaydi. Voy. 6-7. Yosh bo'lamasman buni. Ko'rib. Bularga qanday bu Kailos 4-o'ringa chiqdi. Bularning bazalari yaxshi emas. Meniki ham bosh shunaqa bo'lgan. Keyin yaxshi bo'lgan. Yaxshi, hozir videoni tugatamiz. Ammo biz uzoqlashmaydi. Keyin yana video qo'yaman. Boshqa o'yinlar haqida qo'yishim mumkin. Bu kanalda Brawl Stars haqida video olinadi. O'shanga kim Brawl Stars qilsa, meni kanalimga obuna bo'lishini so'rab qolaman. Sizlar bilan O'zbekgamer bo'ldi. Video tamom. Keyin kommentariyada yozib qolinglar, keyingi videoda qanaqa o'yin o'ynashimni yoki o'ynab nima qilishim kerakligini aytib qolaman.